biza bugun men bu qizim bilan birgalikda, ismingiz kim? Sumaya. Sumayaxon bilan birgalikda nima pishirmoqchimiz? Pechenye. Pechenye и bo'g'irsoq. Akani. Sumaya tayyorlaydi. Sumaya tayyorlaydi. Boshqani bering. Boshqani? Mana sizga boshqa. Devrededing. Перемешаем. Mana birinchi sut oldik. Sutni ozgincha qizdirib, ichiga nima soldik? Margarin soldik, yog' soldik, ha? Yog'ini süt soldik. Birinchi Süt soldik. Keyin yog' soldik. Keyin nima isitdik. Keyin yana tuz soldik. Tuz soldik. Keyin oldik. Perimeshat qilamiz. Endi meshat qilamiz. Zir pahlik qilibdi. Endi yana perimeshat qilamiz. Aralashtiramiz. keyin un solib, yumshoqqina xamir tayyorlab oldik. Xamirni mushlagani qizim ruxsat so'radi, ruxsat berdim. Keyin tayyor xamirimizni mikrovolnovkaga qo'yib ko'pirtirib oldik. Keyin mana bunaqa shaklda yoyib, bo'g'irsoqlarimizni chiroyli qilib pishirib oldik. Bu orada ovqatni boshlab yubordim. Piyoz, bolgariskiy tomat, sabzi, kartoshkalarni solib, yaxshilab aralashtirib, suv solib dimlab qo'ydik. Ichiga universal tuz ziravorlarni soldim. Undan keyin tokbarglarimizni mikrovolnovkaga qo'yib sovitib oldik. Tayyor masallig'imizga tuz, murch, har xil ziravorlarni solib, yaxshilab aralashtirib, ichiga ozgina guruch ham solib, uni ham yaxshilab aralashtirib oldim. Keyin so'ligan tokbarglarimizga masalliqni solib, mana bunaqa shaklda qilib bukib oldik. Buni men internetdan ko'rgandim. Juda ham qulay va oson bukilar ekan. Keyin dolmalarimizni qozonga solib, yaxshilab dimlab qo'ydik. Bu orada pechenyeni boshlab yubordim. 4 ta tuxumga shakar, keyin shedreleta yog'larini solib, vanilin unlarni solib, yaxshilab yumshoqqina qilib xamir tayyorlab, mana bunaqa shaklda qilib yoyib tayyorlab oldik. U pishgunga qadar ro'za vaqtim, ochilish iftorlik vaqti bo'ldi. Ro'zalarimni ochib oldim. Tayyorlagan ovqatlarimiz tayyor, yoqimli ishtaha.